Assalomu alaykum qo'lgul qizlar. Mana men sizlarga yana choklarni ko'rsatishni davom etyapman. Bu choklar asosan iznanочный bo'lib to'qilib, лицевой bilan 3 qator ko'tariladi. Mana buni sxemasi qizlar, mana ko'ringlar. O'zingizlarga kerak bo'lsa daftarchalarga olinglar. To'qishlarda, misol uchun jimpirlarning orqalariga juda ham chiroyli tushadi bu choklar. Asosan bu chok 5 ta qatordan kelib chiqadi. Mana qaranglar, mana sxemasida ham ko'rsatib qo'yibdi. Mana qizlar o'zingizlarga olinglar. Mana endi ikkinchi boshqacha chokimiz. Mana qaranglar. Mana buni ham hozir sxemasi bilan tashlayman. Sizlarga kerak qilib o'zingizlarga olinglar. Mana bu chokning sxemasi mana bu bo'ladi qizlar. Mana qaranglar. 4 ta qatordan iborat bo'ladi. 8 ta qatorda bu chok ko'rinadi. To'qiganinglarda kelib chiqishi mana. Buni ham o'zingizlarga olinglar. Sizlarga tavsiya qilaman. Meni kuzatishda davom etinglar qizlar.